amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanish. 9 nafar oqli bor ekan, shu 9 nafar futbolchining birortasi raqib oldi. Kechroq 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Mana ikkinchi gol. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trik muallifiga aylanmoqda. Rana yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat 4-raqamli. Bu esa gol. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, A guruhi bahslari hali guruhdan va o'yinlar Qatarda bo'lib o'tadi. Bu o'yinlar mana o'sha gol. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. To'p uncha kuchli kelmadi, qulay bordi. Yosh, ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan